Mana bugun Agrofarm klinikamizda 3-operatsiyamizni muvaffaqiyatli yakunladik. 10 yoshli bemor klinikamizga siydik tosh xastaligi bo'yicha murojaat qilib keldi. Klinikada bemorni to'liq atroflicha tekshirilib, bemorga siydik tosh xastaligi, siydik nayi yuksavezikal qismi tosh tashxisi qo'yilib, bugungi kunda lazer usuli orqali qonsiz, hech qanday kesmalarsiz, choklarsiz uretrolitotripsiya amaliyotini o'tkazdik. Bemorimiz Xudo xohlasa yaxshi. Agarda sizning farzandingizda ham shunday muammo kuzatilsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bugungi kunda 50 yoshdan oshgan erkaklar o'rtasida eng ko'p uchraydigan urologik kasalliklardan biri bu prostata bezi adenomasi hisoblanadi. Bu kasallikni eng zamonaviy davolash usullari golmik lazerli enikulatsiya. Nima uchun endi golmik lazerli enikulatsiya? Chunki bu operativ usul qolgan operativ usullarga nisbatan afzalligi shundaki, operatsiya jarayoni tez, asoratlarsiz, qon ketish deyarli kuzatilmaydi. Shu bilan birgalikda tashrihdan keyingi birinchi sutkasida bemorga uy sharoitida davolanish uchun ruxsat berishimiz ham mumkin bo'ladi. Agar sizda va yaqinlaringizda prostata bezi adenomasi va shunga o'xshash urologik kasalliklar bilan muammo aniqlangan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Hozirgi kunda ayollar va qizlarning ginekologik kasalliklarini aniqlash va tashxis qo'yish uchun ultratovush tekshiruvi juda katta ahamiyatga ega. Aziz ayollar, agar sizlarda va yaqinlaringizda shunday muammolar bo'lsa, bizni shifoxonamizga bemalol murojaat etishingiz mumkin. Hozirgi kunda shifoxonamizda bronxial astma hamda teridagi barcha allergik kasalliklarni davolash uchun ambulator hamda statsionar davolash muolajalari yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari, nafas yo'llari allergik kasalliklari hamda teri allergik kasalliklarini standart davoga qo'shimcha ravishda davolash uchun tuzg'orlar tashkil etilgan. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. Bizning laboratoriyamizda 50 dan ortiq klinik va biokimik analizlar o'tkaziladi. What you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Do you believe